19 yoshdagi Burulay Turdali qizining o'limida gumondor 29 yoshdagi fuqaro birinchi son tergov qamog'iga o'tkazildi. Bu haqda Chuy oblast Ichki ishlar boshqarmasining matbuot kotibi bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, odam o'ldirishda gumon qilingan 29 yoshdagi Talas oblastining turg'uni kasalxonadan chiqqan. Eslatib o'tsak, 29-mayda Chuy oblastining Jayil rayon ichki ishlar bo'limida militsiya xodimlari yonida 19 yoshdagi Burulay Turdali qizini olib qochib ketayotganda qo'lga olingan fuqaro vahshiylarcha pichoqlab o'ldirib, keyin o'z joniga qasd qilgan va kasalxonaga yetkazilgan. Bu voqea bo'yicha davlat rahbari So'rinbay Jeenbekov aybdorlarni qattiq jazolashni topshirgan. Premier ministr Muhammadqal'y Abilg'aziyev esa qiz olib qochishni umuman yo'q qilish kerakligini aytgan. Jo'g'org'i Kengashning Qirg'iziston fraksiyasi deputati Nurlan Makeyev vafot etdi. Bu haqda deputatning yaqinlari bildirishdi. Dastlabki ma'lumotlar bo'yicha xalq vakili Turkiyaning Istanbul shahrida davolanayotgan bo'lgan. 12-iyunda yurak xuruji sababli vafot etdi. 48 yoshdagi Nurlan Makeyev Norin oblastining Qo'chqor rayoni Qo'chqor qishlog'ida tug'ilgan. 2015-yilning 4-oktyabrda Qirg'iziston siyosiy partiyasi ro'yxati bo'yicha 6-chaqirilishdagi Qirg'iziston Respublikasining Jo'g'org'i Kengashi deputati bo'lib saylangan. Oilali 2 farzandning otasi. O'mirbek Tekabayevning ishi qayta ko'rib chiqilmadi. Bosh prokuratura sobiq deputatning oqlovchilari bergan arizani qanoatlantirmadi. Bunday qaror materiallarini tekshirib chiqqandan keyin ishni qayta ko'rib chiqishga asos yo'qligi bilan tushuntiriladi. Eslatib o'tsak, bu vaqtgacha yangi ochilgan holatlarga bog'liq Tekabayevning ishi qayta ko'rib chiqilishi aytilgan. Oliy sudning qarori bilan sobiq deputat korrupsiya bo'yicha ayblanib, mulkini musodara qilish bilan 8 yilga kesilgan. Oqlovchilar Bosh prokuraturaning qaroriga sudga murojaat qilish niyatida. 2018-yili haj safariga boruvchi fuqarolarni emlashdan o'tkazish 18-iyunda boshlanib 29-iyungacha davom etadi. Bu haqda muftiyatning matbuot xizmati bildirdi. Emlash barcha oblastlarda sanitar-epidemiologiya nazorat markazlarida tashkil qilinadi. Bu yilgi haj safariga borish har bir kishi uchun 2890 AQSh dollari bo'lib tayinlandi. Saudiya Arabistoni joriy yildagi haj safari uchun Qirg'izistonga 5400 kvota bergan. Bu o'tgan yilgiga nisbatan 640 o'ringa ko'p. Qozog'istonda meningokok kasalligidan vafot etganlarning soni 13 kishiga yetdi. 60 nafarga yaqini esa mana shu kasallik bilan davolanmoqda. Kasallikni tez tarqalgani qozog'istonliklarni xavotirga soldi. Shu sababli oddiy xalq kasallikdan himoyalanish choralarini ko'rishmoqda. Meningit kasalligi Qozog'istonning Olmaota shahrida tez tarqalmoqda. Kasallik yuqumli bo'lgani uchun odamlar aholi ko'p joylarda niqoblar bilan yurishyapti. Endi qalay qo'rqayotganda azizcha so'z maska. O'g'ridan qo'rg'onu uchun maska taqib juraman. Mana ushul yo'l menen gana saqlanib jatam. Endi joyga. Qattiqmiz. Maska men жүрміз. Маска менен жүрөбүз. Тамактанууну жакшы көзөмөл кылып, үйдөгүлөрдү жакшы карап атабыз. Дұрыс жасаңдар деп атырмын. Бизге bir haftadan az ketdi. Бизге 1 аптадан ашты. WhatsApp'тан бизге SMS келген. Ошон үчүн маска тагып жүрөбүз. Мен өзүм салонда иштейм. Бизге да канчалаган адамдар келет. Поэтому кидек бизге нешедир адамдар келеді. Qozog'iston hukumati aholi xavotiriga sabab bo'layotgan mazkur illat haqida maxsus yig'ilish tashkil etdi. Unda Qozog'iston hukumati kasallikdan aziyat chekkanlarga o'z vaqtida chora ko'rilmaganini tanqid qildi. Shunday holda ham Qozog'istonda karantin e'lon qilinmadi. Karantin hozirgi kunda бастауға қажет. Карантин жарыялауга азыр эч кандай негиз жок. Андан эч кандай таасир болбойт. Ооругандардын саны жалпы элдин санына салыштырмалуу норматив боюнча өтө төмөн. Бақылаудың астында Qirg'izistonda undan O'sh shahrida mazkur kasallik borasida tushuntirish ishlari olib borildi. Hozircha mazkur kasallik borasida murojaat qilganlar bo'lmadi. Kasallikni birinchi belgilari sezilsa darhol kasalxonaga murojaat qilish kerakligini shifokorlar alohida ta'kidlashmoqda. Emikeçi mına Almatı jaqtan uqqandan keyin bizde dagı hazır imine köp turistler köp, Almatıga barganlar köp, Narjaga barganlar köp de gelişi mümkün da. Ошого bizler daima dayar bolup turuşubuz керек да. Бул тууралуу эми мына скорый помощь айтышыбыз керек. Поликлиникаларда лекция окуш керек. Жаңы самбюллетен деген бар, ошолорду чыгарыш керек. Meningit эмне деген. Kasallikning birinchi belgilari odamning harorati ko'tarilib, bosh og'riydi. Shu bilan birga badanida turli qizil toshmalar paydo bo'ladi. Meningokok kasalligi tez tarqalgani uchun uni yuqtirgan odam bir kunda halok bo'lishi eslatildi.
Жуqqандан кийин 1-2 сааттын ичинде ал оору тез организмде айланып, мээне ириң бастырып кетет да. Ошол убакта адам өзүн жоготуп, ысытмасы көтөрүлүп 39-40 болуп, анан өзүн жоготуп коюшу мүмкүн. Кээ бир убактарда баягы титиреме деп коет го, судорога деп коебуз, титиреп, калтырап, өзүн билбей жыгылат. Meningokok kasalligi bahor va kuzda tez tarqaladi. Meningitdan farqi havo orqali yuqadi. Mazkur kasallik O'sh oblastida 1970-80 yillarda tarqalib, inson umriga zomin bo'lgan faktlar ro'yxatga olingan deydi shifokorlar. Qirg'izistonda ham meningokok kasalligi tarqab 2 kishi olamdan o'tdi degan yolg'on ma'lumotlar tarqaldi. Sog'liqni saqlash ministrligi esa bu so'zlarni inkor etdi. Toshkent shahrida O'zbekiston Mudofaa ministri general-mayor Abdusalom Azizov Qirg'iziston Qurolli kuchlar bosh shtabi rahbari general-mayor Raimberdi Dushenbeyev bilan uchrashdi. Ma'lumot bo'yicha uchrashuv vaqtida mudofaa tarmog'idagi qirg'iz-o'zbek hamkorligi muhokama qilinib, harbiy sohadagi aloqani mustahkamlash bo'yicha fikr almashishdi. Bundan tashqari Markaziy Osiyo hududlaridagi xavfsizlik masalasi ham ko'tarildi. Shuningdek, 2018-yil ichida ikki davlatning mudofaa bo'yicha muassasalararo hamkorlik rejasi imzolandi. Qirg'iziston hududlariga ichimlik suvi chiqariladi. Bu maqsadda Xitoy bizning o'lkaga mablag' ajratadigan bo'ldi. Iqtisod ministrining o'rinbosari Almas Sazbaqov bildirishicha, $100 million grant asosida beriladi. Mazkur loyiha 3 bosqich bilan amalga oshiriladi. Uning birinchisi kelasi yilning oxirida boshlanishi kutilmoqda. Qirg'iziston oliy o'quv yurtlaridan 50 xorijlik talabalar noqonuniy chetlatildi. Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish davlat xizmatining ma'lumotiga ko'ra, ularning har biri o'tgan yilning sentyabrida bilim olish uchun $2900 berishgan. Biroq ularga kvitansiya berilmay, mablag' kassa ro'yxatidan o'tmagan. Natijada talabalar shartnoma pulini to'lamagan deb o'qishdan chetlatilgan. Ko'zbo'yamachilik moddasi bilan jinoiy ish qo'zg'aldi. Tergov bu ishlarga o'quv yurti rahbariyatining aloqasi bor-yo'qligini aniqlamoqda.